Bolaligimda birinchi marta 2 baho olganimda rosa xafa bo'lgandim. Kundaligimdan uni o'chirishga amakim yordam berdi. U qalbaki hujjat yasagani uchun 5 yil o'tirib chiqqandi. U bir sinalgan usuldan foydalandi. Unga ko'ra, gugurt cho'pini asalga botirib, bahoning ustidan yurgiziladi. Keyin kundalik ustiga suvarak solingan bankka to'nkarib qo'yiladi. Hasharot so'lagida kislota bo'lib, u siyohni eritib yuborar ekan. Xullas, asalni yegan suvarak bahoni ham o'chirib beradi. O'sha 2 bahoyim tufayli pul ishlashni boshlab yubordim. Sinfdoshlarimga yomon baholarni yo'q qilishga yordam berardim. Bu ish uchun maktabdan haydashlari mumkin edi, lekin g'aroyib ichki sezgim meni bundan asrab qolgan. Men odamlarni yaxshi bilardim. Ko'nglidan o'tganini sezish qobiliyatim bor edi. Shu tuyg'uyim sababli bir marta ham qo'lga tushmaganman. Shoh va mot. Oson pul topishni o'rganib olgandim. Asosiysi ishni oldindan puxta hisoblab olish kerak edi xolos. Meni aslida pul qiziqtirmagan. Bu jarayon yoqardi. Reja tuzardim, amalga oshirardim. Pullar esa shunchaki mukofot edi. Aslmedia.net taqdim etadi. 90-yillarda do'stim Felix bilan birga Yevropadan texnika olib kelib, yaxshi pul ishladik. Bir safar Germaniyadan katta partiyasini olib kelish imkoni tug'ildi. Men sotuvchi bilan kelishdim. Tanish tadbirkor Kuzyani pul tikishga ko'ndirdim. Felix Berlinda valyuta furushlardan naqd pulni oldi va hamma pul bilan birga ishsiz yo'qoldi. Xullas, muvaffaqiyatsizlikka uchradim. Birinchi marta ichki tuyg'uyim pand berdi. Vaziyatni to'laligicha nazoratdan chiqardim. Bo'ynimga kattagina pul tushdi. Nima bo'lganda ham qarzni to'lashim kerak edi. Pulni foizi bilan qaytarishga 2 hafta muhlat berishdi. Bu vaqt tugagach, Kuzya yonimga odamlarni jo'natdi. Mamlakatdan qochishdan boshqa choram qolmadi. Dadamning eski qadrdonidan yordam so'radim. U katta kema kapitani edi. Portugaliyada u meni bir agent bilan tanishtirdi. Bu agent qochoqlarga hujjat tayyorlab berib, ish topishga yordamlashar ekan. Yevropada qolishim uchun 2 yillik shartnomaga qo'l qo'yishga majbur bo'ldim. Shu tariqa Portugaliya, Ispaniya, Fransiya, Belgiya, Angliya portlarida ishladim. Keyin meni Kanadaga jo'natishdi. So'ngra esa AQSh portlarida 1 yil o'tkazishimga to'g'ri keldi. Keyin meni Yamaykaga boksit qidirgani, Venezuela va Kolumbiyaga temir rudasi qazigani jo'natishdi. Bir kuni Kuzya va uning odamlarini yo'q qilishganini bilib qoldim. Pasportimni sotib oldim-da, vatanimga qaytdim. Uyga kelganimda aslida nima bo'lganini bildim. Dadamga saraton tashxisini qo'yib, qimmat dorilarni buyurishdi. Lekin u bor pulini meni qarzimni to'lashga sarflabdi. Mashinasini, uyimizni, bor budimizni sotibdi. Biroq Kuzya butun oilamizni o'ldirish bilan tahdid qilib, qarzni 2 hissa oshirgach, dadam tavakkal qilishga qaror qilibdi. Portlatuvchi moddalar sotib olib, bomba yasabdi. Qarzni bir qismini beraman deb Kuzya bilan uchrashuv belgilabdi. Uni mashinasiga o'tiribdi-da va shu tarzda eng yaqin odamimdan ajralib qoldim. Vaqt o'tib, eng ilg'or moliyaviy analitikka aylandim. Tadbirkorlarga innovatsiya loyihalariga foydali sarmoya kiritishga yordam berardim. Hammasi o'z yo'lida ketayotgandi, toki Felix paydo bo'lmaguncha. Do'st tanlashda adashmagan ekanman. Faqat tashqi kuchlar aralashuvini hisobga olmabman. Felix Berlinda pullarni olganida valyuta furushining ko'rsatmasi bilan qaroqchilar ketiga tushishgan ekan. O'zini esa shahar chetidagi o'rmonga tashlab ketishibdi. Mo'jiza tufayli Felix o'lmay qolibdi. Bir necha oy komada yotibdi. O'ziga kelganda esa men yo'qolib qolgan edim. Felix Germaniyada qolib, yoniga odamlarni yig'ibdi va o'sha valyuta furushining ishini tortib olibdi. Uning ishi esa 20 yil ichida katta tarmoqqa aylangan ekan. Bu tizim shunday ishlardi. Siz bir mamlakatda maxfiy bankirga pul berasiz va rasmiy bank tizimini chetlab o'tib, boshqa mamlakatda pulingizni olasiz. Shunda soliqchilar ham bundan xabarlari bo'lmaydi. Felix meni yangiliklarda chiqishimni kutmagan edi. Allaqachon o'lib ketgan deb yurar ekan. O'sha kuni kuchlarimizni birlashtirib, kattaroq bir tuzilma tuzishga qaror qildik. Men milliardlab mablag' aylantiradigan moliyaviy tizimning
miyasi bo'lib qoldim. Xizmatimizdan yashirin biznes vakillari ham, katta kompaniyalar ham foydalanishardi. Mashhur insonlar ham albatta. Men har qanday qiyin sharoitda ham noan'anaviy yo'llarni topib, muammolarning yechimini ko'rsata olardim. Doim hamma narsa nazoratimda edi. Toki bir kuni hayotim, bolaligimdan beri har bir qadamim kimningdir puxta rejasi ekanini sezib qolmagunimcha.